Nice weather after here rain. Havo birdan ochilib ketdi. Rosa yomg'ir bo'lgandi. Ajoyib havo. 1 soat qolyapti iftorlikka. Martni ilk bahorda ilk kunlar. Universitet ichida mana shunaqa tarixiy qanoq deydi. Tarixiy uylarni qilgan. Tarixda yashagan uylar ko'rsatadi. Yani havuzlari bor bu tarafda. Kirish eshik. Yani tepada uylari ham bor. Universitet kutubxonasi. Bu tarafda biznes maktab. Biznes yine. Mana nihoyatda ajoyib joyda joylashgan. Tog'da yon bag'rida kampus, daraxtlar tepada, archalar. Mana daraxtlar gullagan. Nihoyatda ajoyib havo. Hozir yopib qo'yibdi, kirganimda ochiqda kirib aylangan ochlar. Bu yerda har xil o'sha tarixda qanaqa qishloq xo'jaligida ishlatilgan har xil idishlar, anjomlar saqlanadigan omborxonasi bor tepada. Isitish tizimlari uylardi. Men bu yerdan lekin suvni ko'tarib tashlaydimi yo'q, qanaqa buloqdan keladimi bu suvlar bilmayman o'shani. Qiziq ko'rmayapman. Havuzga qarab boryapmiz. Bu yerda baliq bor. Archalardi. Suvlar turishi ajoyib. Mana blogerlar yurtda. Endi baliqlar bor.